Hurmatli obunachilar, Shahrixon Xo'jamol bozorida gigant buqalar. Odamlarga solishtirib olyapsiz. Xo'roziga 60 mingdan berilmabdi. Ayog'iga jupiga 116 million so'mga berilmadi. Tunnali buqalar tortilmagan. Maşallah, havas qilganlar. Bu yonidagilar ham 60 kiloli buqalar. Foydalan. 50% bo'lsa 230 kilolarni. Yondagi sementallardan hurmatli obunachilar, Xo'roziga 61 ming narxda bermabdi. Qani qaranglar. Oltmish kilo ustida. Eli ko'rsan meni 1 million. 53 million so'mga jup sotilib, hurmatli obunachilar. Buqalarni qaranglar. Va mo'ldiradi sizga. 53 mingdan sotilgan buqalar sheriga. Jupini 54 millionga bermasdan 59 mingdan kiloga bergan ekan, 53 million pul bo'ldi. Bu katta buqamizni trevesiga 55 ming so'mdan so'rayotgan, 20 kilo sutkaga. Savdosi bo'lyapti. 20 kilo sutga so'rashyapti 55 mingdan. Nima deysizlar? Bu dehqonni ezish. Nech puldan berishyapti aka bunga? 56 so'rashyapti. 56 ming so'mdan so'rashyapti. Novos yerga yaqin yapaloq novos ekan. Sherilan 58 mingdan sotdim. Hozirgi real savdosi 56 ming so'mdan bo'lyapti. Navbatdagi buqamiz, hurmatli obunachilar. Qizil buqamiz. $61 ming so'mdan sotibdi, 461 kilomga. Go'sht so'raganlik. Xo'p, hurmatli obunachilar, aniqlik kirib ketaylik. 446 kilo ketdi, 61 ming so'mdan. Buqa yerga yaqin go'sht bor ekan. Navbatdagi buqamiz savdosi bo'lyapti. Yana qo'sh deyapti. Yo'q bo'lisizmi? Boshqa nech pul berdingiz? 23 million. Mo'lsham bor, mo'lsham ko'ringlar. Mashika qoldi aka, shuni ko'ring. 23 million 200 ming. 23 million 200 ming dedingiz boshqa. Aka 27 ko'ring, kami bor. 23 million 200 ming savdosi bo'layotgan novosiz. Realni. 400 kilo ustiga novos.
Tör bersanchi. Qora yam mashhur aka. 5 tasda bitadimi? 5 beryapman hozirgacha. Yaxshilayman. Ikkoviga 51 million beryapman. Qaysi ikkovi aka? Ola bilan bunga 51 million so'm savdosi bo'ladi. 24 million so'm olib beryapti. Jupiga 51 million beryapti. O'zimizning Messi novoslar. Qo'lar ko'ringlar. Sizlardanmi aka? Nechta pul qildi bozor? 28 million. 28 million 200 ming. $450 kilo usti ekanda, qorozga qo'ymoqchi. 92 kilo. 492 kilo, 450 kilo ustida 492 kilo chiqqan. Yo'q, baribirda. Bizga vaqtda hammasi uchun. O'ldi aka. O'ldi aka. Lekin jubbada urgan yaxshi katta. 57.500 so'mdan 3 versiya savdosi bo'layotgan hurmatli obunachilar. Mickey Mouse deb qo'yishami? Mana. Savdosi qizayotgan joydan realni bozor 57.500 so'mdan bo'lyapti. 500 kilo ustida buqamiz. Savdosi bo'lyapti. Qoraga shvet nech pulga bordi? 31 million so'm. Shvet novosimiz 31 million so'mga bordi. Hurmatli obunachilar. 600 kilo ustida novosimiz. Ama yog'siz, qorinsiz zo'r novos ekan. Qorozga qo'ymaganmiz. Mana bu holat. Hozir ko'raman. Berasizmi bermaysiz? Navbatda buqamiz hurmatli obunajon, shvet buqamizni 33 million so'm savdosi bo'lyapti. 650 kilo ustida novosimiz. Mana buqani holati. 33 million so'm. Bozorlar yurib qopti, hurmatli obunachilar. Xo'p, hurmatli obunachilar, navbatdagi. Bu avlik yo'lmi, charalelmi aka? Olgansiz. Shvet. Shvet. 56 ming so'mdan taroziga so'radi. Ayog'iga pul bermadi. 57 ming so'mdan boqma novosimiz. Ona ko'chati zo'r ekan. Oyoqlarni qaranglar. Mana novos. $57 ming so'mdan turishiga savdosi. $33 million so'm oyog'iga qilingan buqamiz 57 ming so'mdan taroziga so'rashyapti. Nech pul deyapsizlar aka sizlar?
20 40 milyon. Bereyim bo'ldi. 57 da o'ynaydi. Dehqon 40 milyon so'm so'rayapti. Bunga necha pul berdi aka? Tarozi 62 62 ming. ming so'mdan tarozi. Ha, bu ham bu ekan-da. Necha puldan narx aytdinglar aka? 5 million dedik. 62 ming deyapti taroziga. Turishga to'g'rigan yo'q. Turishiga 45 million. Kami bor. Taroziga 62 ming so'mdan savdosi bor. Taroziga narx aytmadinglar. Necha pul? 74 ming so'm, 64 ming so'mdan olindi, 62 ming so'mdan savdosi bor. Mana qaranglar. Güzel. Şunu ben koşup yandırayım. 105'te götürmüyor. Böyle yapacak gözüm. 116 milyon qilyapti bu da. Hop 115 milyonga sotasın. Sheragan zado qiladi. Allah baraka bersin. Bo'pti beyimiz. Gapir oramizda. Mehmonlarimni ko'rib, aynan qamat qiladi. 65 dan men endi 65 dan. Ha bu yoqda ana topgan, to'g'rimi? Men Porsche bilan. Porsche bilan. Gapirmaganmiz. Bölünüp bakaniga har do'stam 5 kilo to'lab 5 kilo to'lab qo'y 5 kilo kelmaydi 115 milyon so'm savdosini qilishyapti. $120 milyon so'm deyapti dehqon. Bo'ldimi? Ha. Anar bor o'timi. Yatirasan unda bu bo'ladi. 116 milyongacha. Odam bilan solishtiringlar bu o'yinni. 170 a? Bu aka böyle duruyorsa böyle düzen bağda oluşa mümkün. Diğerinde 170 chiqadi. Aka Shehzodaga necha pul berdingiz? 115 milyon. 115 milyon. Kanalı yok. Mo'jizaviy kanal. Elyorberga aytib qo'ying tezroq. Elyoraga siz Shehzodaga ketyapti. Mavzudan chiqsin bozorga. Mo'jizaviy kanal. Mana voya ukam bo'ladi, to'g'ri. Biz bozorga kam chiqamiz. Sher sotadi. Katta buqon savdosi qilyapti. Necha pul bo'lyapti Sher aka? 118. 118. Nomeringizni aytib keting katta. 91lik 499 10 nomli. 91lik 499 10 nomli. Ko'rsatib qo'yim qoladi. Vodiy bo'yicha olaverasiz. Yo, vodiy bo'yicha ulgumayapman. Ulgumayapsizmi? Andijon. Andijon. Qo'rg'ontepa, Qorasuv, Sharxon. Ekran ketdi.